Ishxonangizda ishlaydigan xodim CERT-MCUZ tizimi orqali jismoniy shaxs sifatida o'qish uchun ariza yuborgan bo'lsa, diplomi va ish staji malaka oshirish uchun to'g'ri kelsa, ularga tizim orqali shartnoma yuboriladi. Shartnomani ko'rib chiqib, xodim tizimda ishxonam to'laydi degan joyini belgilagan bo'lsa, ishxona o'z kaliti bilan tizimga kirib, xodimning shartnomasini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ushbu videoda ishxonaning 2 nafar xodimi malaka oshirish uchun murojaat yuborganini ko'rib turibmiz. Kerakli xodimni tanlab, tasdiqlash tugmasini bosish kerak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, shartnomaning holati o'zgardi. Endi ariza yuborgan xodim o'zi telefon raqami bilan tizimga kirib, shartnomani tasdiqlashi kerak. 3 tomonlama shartnoma tuzilgani sababi xodim ishxonam to'laydini belgilagan. Agar xodim o'zim to'layman degan joyini belgilasa, ishxonaning shartnomada ishtiroki bo'lmaydi va shartnoma 2 tomonlama tuziladi.